Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Ronna Berinning Kuch nomli kitobini keyingi qismlarini o'qib eshittirishni davom ettiramiz. Marhamat. Kuch nuqtalari. Siz doimo tanangizga berayotgan ishonchingiz va kuchli hislaringiz unda keyin namoyon bo'ladi. Har bir hissiyotingiz tanangizning har bir hujayrasi va hamma organlariga kirib uni to'ldiradi. Siz o'z tanangiz davlati hukmdorisiz. Sizning hujayralaringiz eng sadoqatli va vafodor xizmatchilardir. Ular hech bir so'zingizga shubha qilmasdan xizmat qiladi. Shuning uchun har qanday fikr, so'z va hissiyotlaringiz tanangiz uchun qonun bo'lib qoladi. Siz istamayotgan salbiy fikr va hissiyotlarni jo'natayotganingizda hujayralaringizdagi salomatlik kuchi kamayadi. Ammo hamma narsaga muhabbat bilan qaraganingizda quyoshli kun, yangi uy, do'stingiz va ishda martabangiz oshganiga tanangiz salomatlik kuchini oladi. Minnatdorlik buyuk o'stiruvchi. Shuning uchun har kun ertalab salomatligingiz uchun rahmat deng. O'z tanangizdagi sizga yoqadigan narsalar uchun rahmat deng. Sizga yoqmaydiganlarning alohida xususiyatlariga e'tibor bermang. Sog'lom bo'lishingiz uchun vaqtingizning 50% olamga muhabbat yuborish uchun sarflang. Ular 51% bo'lib qaytib sizni kasallikdan salomatlik sari yetaklaydi. Agar kasal bo'lsangiz, imkoniyatingiz boricha so'zlaringiz, fikringiz va bu kasallik bilan to'lishga yo'l bermang. Uning o'rniga o'z salomatligingizga muhabbat yuboring. O'zingizni sog'lom deb tasavvur va his qiling. Ideal vaznga, ideal qomat, mutlaq salomatlikka muhabbat yuboring. Sizda bor narsaga bag'oyat minnatdor bo'ling. Yo'g'ini bordek tasavvur qiling. Agar siz qarish va munkillаш muqarrar deb o'ylasangiz, bu tasavvurlarni olamga yuborasiz. Tortish kuchi uni sizga qarilik va munkillab qolishni ta'minlab qaytaradi. Yoshingizni his qilishni bas qiling. O'zingizni yosh his qiling. Muhabbat va minnatdorlik hissingiz tanib bo'lmas darajada tanangizni o'zgartiradi va uni qanday ko'rishni istasangiz, shunday qilib beradi. Kuch va siz. Baxt, boylik hayotimizda zarur hamma narsa uchun kuch har birimizning ichimizda joylashgan. U o'sha yerda cheksiz kuchdir. Robert Koller, yozuvchi, yangicha fikrlash ustozlaridan biri. Chastotani ruhiyat deb olsa bo'ladimi? Hamma narsa o'z chastotasiga ega, hammasi. Har bir so'z, tovush, rang, daraxt, hayvon, o'simlik, mineral va har qanday buyum, ovqat va ichimlik o'z chastotasiga, xuddi shahar, mamlakat, joyga o'xshab ega. Havo, olov, yer, suvda ham chastota bor. Salomatlik, kasallik, boylik, kambag'allik, muvaffaqiyat va omadsizlik ham o'z chastotasiga ega. Har bir voqea, vaziyat, sharoit chastotaga ega. Hatto ismingizning ham o'z chastotasi bor. Chastotangiz mohiyati sizning tuyg'ularingiz bilan belgilanadi. Siz his qilgan narsalarni hayotingizga tortib oluvchilarga mos chastotalar mavjud. Siz baxtiyor ekanligingizda shu baxtiyorlikni ushlab turing. Shunda siz hayotingizga faqat baxtli odamlarni tortasiz. Baxtli sharoitga tushasiz yoki baxtli voqealar ishtirokchisiga aylanasiz. Agar siz tushkun holatda bo'lsangiz, u o'tib ketmaydi. Hayotingizga tushkun odamlarni olib keladi. Voqealar va sharoit baxtlilardan uzoqda bo'ladi. Siz bilan shunday bo'lganmi? Kechga qolmaslik uchun shoshilib yurgansiz. Shoshma-shosharlik salbiy holat. Aniq aytish mumkinki, siz kech qolmaslik uchun shoshilayotganingizda bir to'la to'siqlarga duchor bo'lasiz. Bu kimningdir yovuz niyati emas, tortish qonunining harakati. Kunning boshlanishida yaxshi kayfiyat muhimligini tushungandirsiz. Agar siz kayfiyatingizni yaxshilashga vaqt topa olmasangiz, bu kun yaxshi o'tarmikin? Aksincha, ko'ngilsizliklar yetib ortadi. Ularni yengish uchun ko'proq kuch kerak bo'ladi. Ular sizni qurshab oladi. Siz ularga ishonasiz. Vaqt topib kayfiyatingizni yaxshilang. Ko'ngilsizliklar ertalabdan yog'olmasin. Siz kayfiyatingizni o'zgartirib, hayotingizdagi hamma narsani o'zgartirasiz. Yaxshilik va ezgulik uchun ochiq bo'lganingiz yaxshi emasmi? O'z hayotingizning filmini ko'ring. Hayot mo'jizaviy xususiyatlarga ega.
Bir kunda hayotingizda ro'y bergan voqealar fantastik filmlardagi sujetlardan ancha mo'jizaviyroqdir. Bo'layotgan voqealarni siz xuddi film ko'rayotgandek fikringizni jamlab kuzating. Agar namoyish vaqtida telefon qo'ng'irog'imi yoki uyqungizni chalg'itsa, eng muhim joyini o'tkazib yuborasiz. Doim ekranda ketayotgan siz ko'rayotgan film singari hayotingiz filmida ham xuddi shunday bo'ladi. Siz chalg'isangiz yoki uxlab qolsangiz qandaydir muhim xabarlarni o'tkazib yuborasiz. Voqealar bog'liqligini tushuna olmaysiz. Ular esa doim sizni undaydi, boshqarib, hayot oqimiga yo'naltirib turadi. Hayot sizga javob beradi. Hayot siz bilan muloqot qiladi. Hech qanday tasodifiy bir xillik bo'lmaydi. Har bir voqea va ko'rinish o'z chastotasiga ega. Agar u sizning hayotingizga kirib kelsa, bu ular bilan bir xil chastotaga yo'naltirishingizni bildiradi. Siz ko'rayotgan har bir belgi, rang, odam yoki buyum, har bir tovush, siz eshitayotgan siz ishtirokchisi yoki kuzatuvchisi bo'lgan voqea siz bilan bir chastotada bo'ladi. Bunday o'zaro bog'liqlik dalillari shunday ajablantiradiki, xuddi yaratuvchi sayyoramizning elektr sxemasini tuzgandek tuyuladi. Nikola Tesla fizik kashfiyotchi, radio yaratuvchilaridan biri. Siz mashina rolini boshqarayotgan paytingizda, militsiya mashinasini ko'rib qolganingizda darrov hushyor tortasiz. Siz bu mashinani bekorga ko'rib qolmagansiz, birorta sababi bo'lgan. Birgina paydo bo'lishida e'tiborli bo'l deyotgandek, militsiya mashinasining paydo bo'lishi qandaydir aniq narsani anglatishi mumkin. Fikran bu nimani anglatadi? Militsiya tartib va qonun timsoli. Bu mashinaning paydo bo'lishi hayotingizning u yoki bu sohasida qandaydir tartibsizlikni ko'rsatayotgandir. Masalan, siz do'stingizga qo'ng'iroq qilishni unutdingiz yoki kimningdir siz uchun qilgan narsasiga minnatdorlik bildirmaganingizni anglatar. Siz tez yordam sirenasini eshitganingizda bu nimani anglatadi? Balki salomatligingiz uchun minnatdorlik bildirishnidir. Yoki o'z yaqinlaringizga ko'proq mehr berishingiz va ularning salomatliklari uchun hayotdan minnatdor bo'lishingizdir. Yoningizdan shiddat bilan o't o'chirish mashinasi o'tib ketsa, uning ma'nosi nima? Bu sizning muhabbatingiz o'chib qolgani va uni yoqish zarurligidir. Faqat sizgina hayotingizda paydo bo'lgan belgilarning ma'nosini tushunasiz. Buning uchun atrofingizda yuz berayotganlarga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Shunda siz savol berib javob ola olasiz. Siz doimo shunga o'xshash xabarlar va olamning javob reaksiyasini olasiz. Kunma-kun, butun umringiz bo'yi. Men hatto yonimda turgan ikki begona odam bo'lsa ham eshitayotgan gaplarimga e'tiborli bo'lishga harakat qilaman. Ularning so'zlarini eshityapman-ku, demak ularning menga daxli bor. Bu so'zlar menga qandaydir xabar yo'llayapti yoki hayotimning qaysidir tomoniga javob reaksiyasini jo'natyapti. Agar yo'lda plakat osig'lik turganini sezsam, ulardagi yozuvlarni o'qisam, bu so'zlar menga qaratilgan va ular orqali jo'natilgan xabarni qabul qilishim kerak. Notanishlar ham, plakat ham men bilan bir tomonda joylashgan. Boshqacha chastotada bo'lganimda men plakatni va begonalarning gapini eshitmasdim. Kun davomida meni o'rab turgan narsalar menga xabar yoki olamning javob reaksiyasini jo'natadi. Agar atrofimdagi odamlar har doimgidek baxtli va xursand bo'lmasalar, odatda bu signal mening hissiyotlarim yomon tomonga o'zgarganini anglatadi. Men darrov o'zimni baxtliroq sezish uchun yoqimli narsa va voqealarni o'ylay boshlayman. Agar kelajakda o'zgarishlarni istasang, hozirdanoq o'zgar. Mahatma Gandi, Hindiston siyosat arbobi. Sizning sirli timsolingiz. Siz tortish qonuni bilan o'ynab, undan muhabbat kuchining aniq dalilini ko'rsatishni so'rang. O'zingiz sevgan narsani tanlang va uni o'z muhabbat kuchi timsoli deb qabul qiling. Har safar uni ko'rganingizda muhabbat kuchi siz bilan ekanligini sezasiz. Mening timsolim yorqin nur. Men uni qayerda ko'rsam, quyoshdami, oydami, chiroqdami, muhabbat kuchi men bilanligini biladi. Men muhabbat chastotasiga butunligimcha sozlanganimda qalbimni quvonch va minnatdorlik to'ldiradi.
Nur o'z nomalarini har yerdan yuboryapti. Mening opam o'z timsoli qilib kamalakni tanladi va uni muhabbat to'ldirganida hamma yerda katta va kichik kamalaklarni ko'radi. Siz o'zingizga yulduzmi, kumushmi yoki tillarangmi, qandaydir hayvon yoki quyosh yoki yoqtirgan gulingizni tanlang. Sizning sirli timsolingiz so'zlar yoki tovushlar bo'lishi mumkin. Faqat timsol sifatida tanlagan narsangiz haqiqatan ham siz yoqtirgan narsangiz bo'lishi kerak. Agar xohlasangiz o'z timsolingizni ogohlantiruvchi belgi qilib tanlashingiz mumkin. Mayli muhabbat uni sizga biron narsaga e'tibor qaratishingiz uchun yuborsin. Umuman olganda, biz doimo hayotdan nomi va ogohlantirishlar olamiz. Siz biror buyumni tushirib yuborganingizda, qoqilib tushganingizda, kiyimingiz biror narsaga ilinib qolganida, kayfiyatingiz va fikrlaringizni o'zgartirishni bildiradi. Hayotda tasodif va o'xshashlik bo'lmaydi. Unda hamma narsa o'zaro bog'liq va hammasi o'z chastotasiga ega. Bu hayot fizikasi va harakatdagi koinot. Men quyosh tizimiga qaraganimda, yer quyoshdan kerakli miqdorda issiqlik va yorug'lik olishi uchun lozim bo'lgan masofada joylashganini ko'raman. Bu tasodif bo'lishi mumkin emas. Isoak Nyuton, matematik va fizik. Hayot mo'jizasi. Muhabbat va men. Biz bir-birimizni sevamiz va bu insoniyatda bo'lishi mumkin bo'lgan eng mo'jizaviy, hayajonlantiruvchi munosabatdir. Har kuni ertalab uyg'onganimda men hayotimdagi bor narsalarga va hamma uchun minnatdor bo'laman. Ertalabki 15 daqiqada men muhabbatda jamlanib, uni olamga yoyaman. Men kunimni qanday o'tishini tasavvur qilaman. Uni muhabbat bilan to'ldiraman va ajoyib o'tishini tasavvur qilaman. Ishlar bilan shug'ullanishdan avval uni fikran tasavvur qilaman. Ularni ham muhabbatga to'ldiraman. Nima bilan shug'ullanishimdan qat'iy nazar oldin men muhabbat yuboraman. Ichimda ish boshlashimdan avval ko'proq muhabbat his qilaman. Men o'zimni quvnoq hislar bilan to'ldirmagunimcha elektron va qog'oz xatlarni ochmayman. Telefon qo'ng'iroqlariga javob bermayman. Muhim ishlarni umuman boshlamayman. Ertalablari kiyinayotganimda o'zimning kiyimlarimga minnatdorlik bildiraman. Vaqtni tejash uchun men o'zimga fikran bugun nima kiysam ekan degan savol beraman. Bir necha yil oldin men tortish qonuni va kiyim javoni bilan o'yin o'ylab topdim. Men bu yubka, bu koftaga mos keladimi tekshirmayman. Ko'pincha bir necha bor kiyinib ko'rganman va har bir variant menga kamroq yoqardi. Men kiyim tanlashni muhabbat kuchiga topshiraman. Men shunchaki bu kiyimda ajoyib ko'rinishimni tasavvur qilaman, buni his qilishga harakat qilaman. So'ng fikran, bugun nima kiyaman deb kiyim javonini ochib, ilgichdan kiyimni olaman va hayratdan qotib qolaman. Har safar bu ideal tanlov deb o'ylab, o'zimni ajoyib his qilaman. Ko'chada yurar ekanman, yo'lovchilarga e'tibor beraman va ko'proq odamlarga muhabbat hislari va fikrlarini yuboraman. Men ularning yuzlariga qaraganimda muhabbat sezaman va uni qanday olishlarini tasavvur qilaman. Men muhabbat kuchi, bu barcha insonlarga zarur bo'lgan pul mo'lligi, baxtli munosabatlar, mustahkam salomatlik va boshqa boyliklar ekanligini bilaman. Shuning uchun odamlarga muhabbat va uning yordamida esa muhtoj bo'lgan barcha narsalarni yuboraman. Ba'zan odamga qarab muammolari borligini bilish mumkin. Masalan, yoqtirgan narsasini olishga pul yo'qligi uchun kimdir vitrina oldida ma'yus turibdi. G'amgin va xafa odamlarga baxt haqida, stressdan tushkunlikka tushganlarga xotirjamlik va tinchlik haqida fikr yuboraman. Har bir odamlar gavjum joyda, magazinmi, ko'cha yoki yo'lda. Men kuchimni ayamasdan hammaga iloji boricha ko'proq muhabbat yuboraman. Yana agar men boshqa odamlarning muammolarini his qilsam, bu o'z hayotimdagi pullar, baxt, xotirjamlik va xursandchilik uchun minnatdor bo'lishim kerakligi haqida ogohlantirish. Samolyotda uchayotganimda men yo'lovchilar va ular ustilaridan uchayotgan yerda yashovchilarga muhabbat yuboraman.
Restoranda xo'randalarga va ovqatga muhabbat yuboraman. Men ishlaydigan kompaniya va tashkilotlarga, xarid qilayotgan magazin sotuvchilariga muhabbat yuboraman. Mashinaga o'tirayotganimda men oson-omon uyga qaytib kelishimni tasavvur qilaman va rahmat deyman. Motorni yurgizishdan ilgari men o'zimdan qaysi yo'ldan yurganim ma'qul deb so'rayman. Uyni tark etayotganimda va qaytib kelganimda men unga rahmat deyman. Supermarketda xarid qilayotganimda menga yana nima kerak, hamma narsani oldimmi deyman. Fikran shunday savollarga doim javob olaman. Darhaqiqat bilim bu qulf kaliti bo'lib, savol xizmat qiladi. Jafar as-Sodiq, Islom ma'naviyati yetakchilaridan. Kun davomida yuzlab savollar beraman. Bugun o'zimni qanday his qilyapman? Bu vaziyatda nima qilishim kerak? Eng yaxshi yechim qaysi biri? Bu muammoni qanday yechay? Men uchun eng yaxshisi nima? Bu odam kompaniyaga to'g'ri keladimi? Men ko'rgan narsalardan qay biriga minnatdorlik bildiray? Siz savol berayotganingizda uni olamga yuborasiz va javob olishingiz kerak. Ko'rish yoki javobni eshitish uchun sizga idrok va e'tibor zarur. Javob sizga biror narsa o'qiyotganingizda, biror narsani orzu qilganingizda yoki eshitganingizda keladi. Ba'zan u bexosdan keladi. Shu on siz javobini olasiz, ammo siz uni doim olasiz. Deylik, kalitimni topa olmayapman. Men kalitlarim qani deb so'rayman va doim javob olaman. Kalitni topgach men bu yo'qotish menga nima demoqchi deb so'rayman. Boshqacha aytganda, nega men kalitni boshqa joyga qo'ydim? Hamma narsaning sababi bor. Hayotda tasodif va o'xshashliklar bo'lmaydi. Ba'zida sen juda shoshyapsan, burilishlarni kamaytir deyman. Ba'zida javob, sumkangga hamyonni solishni unutding deyman. Men qayrilib qarasam, kalit turgan joyda hamyon ham turgan bo'ladi. Ba'zida men darrov javob ololmayman. Eshik yoniga borganimda telefon qo'ng'irog'i bo'lib qoladi va menga uchrashuv qoldirganligini xabar qilishadi. Kalitni qidirish bilan ushlanib qolishim menga yaxshi bo'ldi va ortiqcha ovora bo'lmadim deb o'ylayman. Menga hayotning bunday ko'magi va yo'l yo'rig'i yoqadi. Agar siz o'zingizga savol bermasangiz, javob va teskari reaksiyani kutmang. Ba'zida hayot menga uncha yoqimli bo'lmagan narsalarni tashlaydi. Bunday bo'lganida uni o'zimga tortib olganimni tushunaman. Men saboq olish maqsadida yana bir marta xaskashni bosib olmaslik uchun qanday qilib muammoni o'zimga tortib oldim deb so'rayman. Hamma olgan narsalarimga iloji boricha ko'proq muhabbat berishni, har bir odam va voqeada yaxshilikni ko'rishni istayman. Hammasi uchun minnatdorman. Muhabbat berib, muhabbat kuchi quvonch bilan meni o'rab olayotganini sezaman. Hatto siz olgan narsangiz uchun muhabbat va minnatdorlik berayotgan vaqtingizda ham muhabbat kuchi kuchayib, javobini 2 baravar qilib beradi. Bir marta shuni his qilsangiz, butunlay o'zgargansiz. Muhabbat siz uchun hammasini bajaradi. Muhabbat kuchidan foydalanib siz hamma narsada o'zingizga yordam berasiz. Siz uchun muhim bo'lgan narsalarni eslatishni buyursangiz, muhabbat kuchi sizga eslatuvchi bo'lib xizmat qiladi. Shubhalanmang, u o'z vaqtida bajaradi. Muhabbat kuchi sizning budilnikingiz, moliya boshqaruvchingiz, sport murabbiysi, oilaviy masalalar bo'yicha maslahatchi va boshqalar. Ha, u sizning pullaringizni boshqarishni, vazningizning nazorat qilishini, oiladagi munosabatlarni uyg'unlashtirish, xullas, barcha buyurgan ishingizni bajaradi. Ammo buni u muhabbat, minnatdorlik yordamida aloqa bog'langan holda ishlaydi. Muhabbat kuchi bilan bir jamoada bo'lishga rozi bo'lsangiz, hammasini o'z nazoratingizda ushlab turib, hayotni siquvga solmasangiz yordam beradi. Sizning ishonchingiz mustahkamlangan sayin hamma narsani nazorat qilish ehtiyoji yo'qoladi. Hayotingizda hammasi kerakligicha oqadi. Siz esa shu oqim bilan birgalikda katta quvonch va foyda ko'rib oqasiz. Wingate Pen, yozuvchi va suratkash.